Xabaringiz bor, ayni shu kunlarda Mening yurtim telekanali tomonidan omadli tomoshabin aksiyasi o'tkazilmoqda. G'oliblar esa har kuni jonli efir orqali aniqlanyapti. Aksiyamizning navbatdagi g'olibi xorazmlik Raima Rustamova bo'ldi. An'anaga ko'ra muxlisimizga telekanalimiz sovg'asi yetkazildi. Hozir shu haqda. Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi. Haqiqatan ham 24-noyabrdan 26-dekabr sanasiga qadar Mening yurtim telekanali orqali o'tkazilayotgan omadli tomoshabin aksiyasida My5 kanalini sevib tomosha qiladigan va aksiyaning oddiygina bo'lgan shartlarini bajarayotgan bir-biridan omadli bo'lgan tomoshabinlarimiz aniqlanmoqda. Aksiyaning navbatdagi g'olibi Xorazm viloyatidan Raimajon Rustamova bo'ladilar. Ularga aksiya doirasida televizor yutug'i chiqqan va maxsus sovg'ani bugun ularga birgalikda topshiramiz. My5dan seriallarni, ko'rsatuvlarini ko'rib boramiz. Aksiya chiqqandan keyin kodlarni yuborib, har kuni ball to'plab 118 ball bilan yutib oldik televizorni. Bunday aksiyalardan ko'p qatnashaman. Haqiqatda omadli tomoshabin ekanligim isbotlandi. Xursandmiz oilamiz bilan. My5 kanalini ko'ringlar, aksiyada qatnashinglar. Menga o'xshab YouTube'larni qo'lga kiritinglar. Qadrli yurtdoshlar, siz ham Yangi yil bayrami arafasida 26-dekabrga qadar soat 16:00 dan 18:30 gacha bo'lgan oralikda Mening yurtim telekanalini kuzatish orqali ekranda hosil bo'lgan maxsus kodlarni belgilangan promo bank botga 1 daqiqa ichida to'g'ri va aniq yo'llab, omadli tomoshabinlardan biriga aylanish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Aksiyada ishtirok eting va maxsus sovg'alarni qo'lga kiriting.